Tak, hammaga salom, sizlar bilan Vagadro. Ancha bo'pti o'zi ham ertalab turib open case qilmaganimga. Soat xudo xolasa 5 dan 13 minut o'tgan. Ko'p gapirmasdan sekin ultimate'ga kelsak bo'ladi. Ruletkamiz kelgan xudo xolasa. Da, sabitga hech qanaqa nima qo'shilmaganmi? Повтор UC, возврат UC, подарок за покупку, makubka. Yo'q, hech nima qo'shilmadi. Bugungi videomiz ham, aytgancha bugungi videomiz ham eksperiment videolardan bittasi bo'ladi. Qancha UC ga nima tushirsa bo'ladi rubrikasi. Doimgidek arzonroq UC, ya'ni ozroq UC bilan ko'p narsa tushirib olishga harakat qilamiz. Aytgancha, kimgadir shunaqangi arzon, ishonchli va tezkor UC servis xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Avogadro UC ga murojaat qilishinglar tavsiya berardim. Avogadro UC 27 xizmatlarda esli shtob bosaverasizlar. UC sotib olish paytida men UC servisimdan foydalansanglar, qilayotgan kontentlarimni qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Zaadno o'zinglar uchun ham UC sotib olgan bo'lasizlar. Rahmat. Demak, hammaga salom, sizlar bilan Avogadro. Yetib bo'ldi, tashmasam. Uyqusirayapman, e'tibor bermaysizlar. Qani? Doimgidek ruletka reklamasi talab. Tak, nagradalarni bitta ko'rib olamiz. Nagradalarni bitta ko'rib olish kerak. Motoga skin bo'ladimi? Motoga skin bo'ladimi? Ultimate bo'ldimi? Mashimi? Ochkisi. Ochki bilan stoygasi bo'ldimi? Mashimi ultimate. Men ko'proq narsa kutgan edim. Bizon. Kilchati. Okey, bo'pti, kilchati nimadir. Yashik. Voy, bu motoga skin emasmi dashi? Voy, bezot aka. Birinchi 10 taligimiz boshlaramiz, bo'lmasam sizlar ungacha like'ni bosib turasizlar degan umiddaman. Voy, ikkita kraskam. Yaxshi. O'zi doimgidek. Bitta 10 talik tekinga aylantirishim bor ekan. Go'mash tekinga 10 talikdan hozir nimadir tushib bersa, hozir mana sizlar qarab turinglar. Chatga yozasizlar, maqtaysizlar. Muncha baladaysiz deb. Qani, bismillah. PUBG sizlarni meni maqtashinglarni xohlamayapti. Vaqtlar bizning taktikamiz bor edi bilsanglar. Mayadan kiramiz mana. Isabet, go. Mana shu 10 talik like bosganlar uchun. Qani, like bosganlar? Yaxshi. Like-ni omma sekin bosyapsizlar ekan, hali xohlagan bosmayapti, lekin обязательно bosinglar. Aytgancha o'tgan safargi videomda 4000 ta like bo'lsa, ertasi kuni yangi video degan edim. Bir kunda 24 soat ichida 4000 ta emas, 3800 ta bo'lgan ekan. Endi bo'ldi, bu yog'ini bolalar like bosishmaydi ekanda deb o'tiruvdim. Keyin qarasam, to'nta ochib turamiz, bu podpiska bosganlar uchun. Keyin qarasam, ertasi kuni o'tib Qaranglar. Bu birinchisi. Sharoq. Bu. Yaxshi. Bitta 10 talikda ikkita narsa, zo'rmi? Uncha baladaysiz abi mana. Voy onasini emsin. Zo'r. Tak. Ertasi kuni o'tib qarasam, like'lar bo'kilib to'g'risida gap yo'q, video chiqaraman deb montajini qilib o'tirgandim, ki qarasam monokes kelib qoladigan bo'lib qopti. Yana bitta 10 talik like bosganlar uchun. Bitta nima tushdi? Okay. Bu kes kelib qolayotgan ekan, men Telegram kanalimga yozdim. Bugun montajini qilib chiqaraman bu videoda. Ertasi kuni challenge videosini chiqaraman. Lekin ikkala videoda ham ketma-ket chiqarganimda, ikkalasida ham 6000 ta, 7000 ta like atrofidan bosib berib turadigan bo'lsanglar dedim. Uchinchisini ham orqasidan sirrazi qo'yib yuboraman. 3 kun ketma-ket yangi video bo'ladi dedim. Agar mabodo kim eshitmagan, ko'rmagan bo'lsa, Telegram kanalimga podpiska bo'lmagan bo'ladi. Lekin Telegram kanalimga podpiska qo'yib yorish kerak bo'ladi. Nimaga desanglar aytdi. Yusili o'yinlar qilyapman birinchidan. Ikkinchidan mana shunaqa yangiliklar bo'lib turadi. Uchinchidan sizlar kutmagan nimadir nito o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, hammasini aytaman. Uni faqat negerchalar biladi. Nimaga negerchalar deyotganimni ham faqat Telegram kanalimdagilar biladi.
Telegram kanalimdagilar uchun. Agar hozir mana shu yerda bitta o'ntalikda ochaman, tushmaydigan bo'lsa, men Telegram kanalimni udalit qilib yuboraman. Usta tushibdi. Men endi o'zimcha mana shu yerda Telegram kanalimni udalit qilib yuboraman deb o'zimcha karallagandim-da, garantorligiga ishonmasam, неожиданно bo'ldi. Ikkita tushib qoldi. Oh, onangdi. Go mashini, mana shu 10 talik mana Instagram podpishchiklarim uchun. Instagram podpishchiklarim, cho'tta suslar bugun. O'tgan safargi videoda bosdi, yetadi deb turib bunda bosmayapsizlar. Like, podpiska bosib olishdan chiqarmanglar. Men sizlarga aytayapman. Podpiska ko'p qo'yinglar. Bosamiz, buyuklatamiz. Sizlarga yangi video, sizlarga bir ko'ngil ochishga, bir maza qilib tomosha qilishga videolar chiqadi deyapman. Qani? Instagram video obunachilarim uchun. doimgidek sizlar avjdasizlar, sizlar yurakdasizlar. Kalimator bilan ekan. Yaxshi. O'tgan safargi videoyimda men YouTube obunachizman deyishganlar bor ekan. Bu YouTube obunachilarim uchun. Birinchi o'ntalik. Instagram, Telegram desam hamma YouTube'dagilar o'zidan ketib qolaganda. Bu YouTube'dagilar Telegram, Instagramga obuna bo'lamiz, keyin undan keyin universal podpishchilar uchun deymiz. Universal podpishchilar uchun bitta o'ntalik mana. Voy, pejanaylardan o'pib boradigan bo'lyapti. Universal podpishchilar. Buni qaranglar. 1 2 3 nima bo'lyapti? Nima bu open case? Bu podpishchiklarim meni vashshe alindaqa tilla yigitlar, tilla qizlar bo'lyapti-yu bu yoqqa. Go'mi mashina hozir bitta 10 talik ochaman, nimadir tushsa, ultimate tushadigan bo'lsa, kommentda shunaqa maqtaysizlar, paxta emas, allaqa bir paxtadan ham yomonlarini qilib maqtaysizlar. Gazmi? Go ketdi mana. Ders Ayyo, endi chichivardi zavagadro. Mashinasida mana. Dirs. Material shtu. Yomon emas. Nimaga anchadan beri Telegramga obuna bo'linglar deb yotibman? Chunki Telegram kanalimda hamma yangiliklar, hamma yusuli konkurslar, hamma mana shunaqangi неожиданный narsalar ishda bo'lyapti. Undan tashqari juda ham ko'p holatlarda shu Telegram podpishchiklarim bilan gaplashib, maslahatlashib, o'shalar bilan video qiladiganman. Shuning uchun o'tib qo'ysalar juda xursand bo'lardim. Bosib berish kerak, lekin zarar qilmaydi. Nima tushdi? Granata. 3 ta kelanar ekan. Okey. Tak, пока что bizda bitta propus bilan bosyapman, ha? Bo'pti. 3 ta bittali, bitta 10 talik bosaman. 1 propus bilan. 2 3 o'zimizni bitta loy taktikaga o'tamiz. Bez propust 10 talik qani? Haqiqatan ham loy taktika bo'ldi. Bitta propust bilan bosmoqchiman. Bittalik. Onalarini hamsini. Bitta propust bilan 10 talik. Oy, bermay qo'ydi cho'ta bor-ku. Podpishchiklarim uchun deb ochmay qo'yganiga bermay qo'ydimikin, ha? Podpishchiklarim uchun bittadan ochib ketaman, qarab turlar. 2 3 4 berib yuboring endi ultimate'ni 5-si. Ah, onangdi, mashinnik. PUBG meni partnyorimman-ku, mashinniklik qilmagan. Ber endi nimadir, hatto nimadir. Opa, kristal material, yaxshi. Ana endi mana oxirgi 10 talikni ochamiz. Oxirgi 10 talikni. Kella buni kommentariyda o'zini doimgidek ID'sini yozib qoldiradigan meni eng zo'r kommentatorlarim uchun. Aytgancha, o'tgan safargi videoyimda erpuytib olgan obunachimizni kommentariysi va ID'si ekranlarda chiqib turibdi. Agar sizlar ham shunaqa UC to'moqchi bo'ladigan bo'lsanglar, shunchaki kommentariyda omad yoki nimadir deb yozib, ID'larni yozib qoldirishingizdan chiqmasin. Kommentatorlar uchun oxirgi 10 talik. Dang. Maydu. Ha, demak kommentariy yozgilar kelmayapti, shundaymi? Okey. Endi nima qilamiz? Endi mana yerda nagradalarni olib chiqmoqchiman. Xo'p. Endi obmenga o'tadigan bo'lsak, menda nima olinmadi? Nima? Avtordan nima kelgan? Oha, mana ultimate kelgan ekan. Bu ultimate menda bor ekan-ku.
Buni bitta planeri bilan emotsiyasi yo'q ekan, xolos menda. Menimcha buni olmagan ham ma'qulmi deyman-da, planer bilan emotsiya. Ne stoyt menimcha. Okey, kelli lazımday qilamiz. Tak, bizda nima olinmadi? Emotsiyasi. No, emotsiyasi vroде kerak emas-da, to'g'rimi? Ya, emotsiyasi kerak emas. Hop, kelinglar 6 taga ultimate'imizni olamiz olmasam. Obana. Bu boshqa gap mana. Использовать bosib qo'yamiz. Itak, motigini tushadigan planeri. 3 taga как будто jalkada, tushunyapsizlarmi? Nima deb o'ylaysizlar? Olsammi, olmasammi? 3 taga jalkada. Seriozno jalka 3 taga lekin bor. Beyda ham planer bilan emotsiya qo'ygan ekan. Hamma olinadigan yaxshi narsalar olinmagan ekan. Lekin haqiqatda 3 taga jalka. Mana mayda kusoklarimizni bunday qilamiz. Okey. 4 ta samotsvetimiz qoldi. Bu 4 tani nima qilsam eng ekonom, eng optimal, eng zo'r variant bo'ladi, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qaranglar, bo'lishi mumkin bu keyingi kelayotgan ultimate'ga mana unga olib qo'yganda o'tgan safargidan olib qo'yishim mumkin. 3 ta anaqani kristalni yoki bo'lishi mumkin bu yerdan olishim kerak. Mana bu havoda uchib tushadigan planeri, emotsiyasi yo bo'lmasa mana eski ultimate'niki bo'lishi mumkin. P90 ultimate'niki emotsiyasi bilan planeri uchib tushadigan. Fikringlarni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Men ungacha sekin mana kiyimlarni tushganlarni sekin obzor qilmoqchiman. Opa. Ochkimiz. Tak, qo'liga bizonni ushatib qo'yish kerak endi. Opa. Ana sumkasi. Endi bu anaqani ultimate bitta funksiyasi bor ekan dedi mana. Sardorchang ukamiz. Kalta yeganda kiyimni kachchasi buzilar ekan. Qaytini kachchasi buzilyapti, bilmadim u. Bizi burgutga snayperlar baribir topadi, qaytga qarashdi. Iya, bo'ldimi? Xullas shunaqa ekan o'rtoqlar. Men bu videoda nimaga chiqaryapman? Chunki bu videoda sizlar ko'rib olishinglar mumkin. Haqiqatan ham nimadir tushirsa bo'ladimi? 10 ming atrofida rayonida yo tushirsa bo'lmaydimi? Hali ovora bo'lib pul sarflaganga arziydimi, arzimaydimi? Misol ultimate ko'ringlar, mana sizlarga yoqsa, yoqmasa endi yo'q, kerak emas ekan bu. Kim bo'li ham arzon qimmatini qarab turib, takoy. Sizlar uchun mini eksperiment bo'ldi. Sizlar bilan doimgidek eksperimentlarni sizlar uchun qo'rqmasdan qiladigan Avogadro bo'ldi. Ekranlarda ko'rib turgan Telegramga tez podpiska bosib qo'yinglar. Chunki yangilik bor. Like yozib, kommentariy bosib qo'yish esdan chiqmasin. Aytgancha kanalga obuna bo'lish обязательно. Asila.